Xo'p. Darsimiz davom ettiradigan bo'lsak, endi poliploid formalarni, ya'ni endi tetraploid emas, heksaploid yoki oktaploid navlaridan gametlar olamiz. Heksaploid 6n. Demak, 6n da dastlabki organizm diploid bo'lgan bo'lsa, uni 6n ga o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni 2n bo'lgan-da shunda. Xo'p, 6n ga o'tkazadigan bo'lsak, kattadan 3 ta, kichkinadan 3 ta. Mana shunday genotip hosil bo'ladi. Endi bu genotipdan biz gamet olishni o'rganamiz. Bunda qanday olamiz? Biz aytdik, buni nomerlab o'tirmasdan, shuni biz alohida hammasini heterozigota qilib yozib olamiz. O'zini sherigini o'zini oldiga qo'yib olamiz. Bunda gamet olish formulalariga ko'ra 1, 2, 3 emas, bilamiz 4. Biz heterozigotalar sanamayapmiz. Biz ularni nomerlayapmiz. Xo'p. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana endi 4 ta. 4 degani bu buyruq bo'ldi. Nima bo'ladi desa, kattadan 4 ta. Kichkinadan-chi? Kichkinadan ham 4 ta yozamiz. Mana. Endi katta bu kengaga buni bo'ldik. Endi bunga yetib keldik. Demak, bunda kattadan 2 ta, kichkinadan 2 ta, kattadan 2 ta, kichkinadan 2 ta. Endi uchinchisi, oxirgisi 1. 1 degani aytganmiz, bitta katta, bitta kichkina, bitta katta, bitta kichkina, bitta katta, bitta kichkina, shu yo'sinda tugatamiz. Xo'p, mana hosil bo'lgan gametalarni birinchi bunisini sanaymiz. Ya'ni bular bitta ekan. Bitta. Xo'p, ikkitalilar nechta? Mana bu yerda bor. Ikkitalilardan bitta, ikkita, 3 ta. Mana. 3 ta. Demak, endi bittalilar bitta, ikkita, 3 ta. Demak, bu 3 talik. Va mana bu umuman dominant gen yo'qlar bitta. Aytdik biz chiqqan organizmlarni kvadratga ko'taramiz dedik. Demak, kattalar hammasi bo'lsa, 1 kvadratga ko'tarsam ham baribir 1. Xo'p, ikkitalilarni kvadratga ko'taradigan bo'lsam, bu aniq 9, ya'ni 3 ning kvadrati. Mana 3 ning kvadrati. Xo'p, mana bu yana bitta 9 bor, bu bittalik. Bitta dominantlik demoqchiman. Va bitta oxirgisi, buning kvadrati baribir o'ziga teng va bu 3 ta bunaqalik bo'ladi. Demak, shu gametada mana 1, 9, 9 bitta shunaqa gametalar olindi. Endi buni bemalol penetga tagiga qo'yib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi shu genotip bo'lsa 8 talik. 8n. Oktaploid. 4 ta katta, 4 ta kichkina. Endi bunda nima bo'ladi? Buni yozish uchun aytdik biz, yana xuddi shunaqa qilib 4 tani yozib olamiz. Yozib olamizda nomer qo'yaman. 1, 2, 4, 8. Xo'p, bu nomerlar buyruq asosida qo'yilgan nomer hisoblanib, demak 8 ta kattadan yozaman, 8 ta kichkinadan yozaman degan. Mana 4 ta yozdik. Xo'p, 5, 6, 7, 8 ta.
Endi kichkinadan chiqsa bo'ldi endi. Kichkinadan yozaman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Joyimiz kichkina qoldi oxirida. Xo'p. Endi mana bulardan 4 tadan yozaman. Boshqa rangda yozamiz. Kattadan 4 ta, kichkinadan 4 ta, 4 ta bo'ldi. Endi yana kattadan 4 ta va kichkinalardan 4 tadan. Endi keyingisi xo'p, kattadan endi nechtadan yozaman? 2 tadan yozaman. Kichkinadan yana 2 tadan yozaman. Xuddi shu davomida yozib chiqaman. Yozdim. 2 tadan. Va oxirgisi endi bittadan yozaman. Bitta katta, bitta kichkina, bitta katta, bitta kichkina. Va shu yo'sinda hammasini yozib chiqaman. O'zi teng tugaydi. Ana yozdim. Endi bizni qiladigan oxirgi ishimiz qoldi. Buni genotiplar sanab bilish kerak-da, endi nechtalik. Bu aniq bitta. Demak, bu bitta chiqadi. Endi 3 talilar nechta? Bitta, 2 ta, 3 ta. 3 ta. Xo'p. Demak, belgilab ketishim kerak men. Bo'lmasa adashib ketamiz. Xo'p. 3 talilar sanayman. 1 2 3 4 ta. Bo'ldi, 4 ta ekan. Demak, 4 ta bo'ladigan bo'lsa, 4 ning kvadrati 16 ta. Mana bu genotip. 16 ta. Xo'p, chiqdi. Endi keyingilarini sanab ketaman. Endi 3 tali bo'lsa 2 tali sanayman. Bitta. Xo'p, 2 ta. 3 ta. 4 ta. 5 ta. 6 ta. Boshqa yo'q. To'g'rimi? 6 ta. 6 ning kvadrati 36 ta. Demak, 2 tali 36 ta ekan. Endi xo'p, boshqa nima edi? Rangda. Xo'p. Endi bittalilar sanayman. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Boshqa yo'q. Demak, 16 ta bittalik. Demak, 16 ta bittalik bo'ldi. Endi oxirgisi mana bu o'zi bitta. Bu bitta o'zi. Mana ham o'zi bitta edi. Xo'p, unda o'zi bitta bo'ladigan bo'lsa, bitta resessiv gameziga o'tadi. Va shu yo'sinda mana shuncha gametlar hosil bo'ldi. Endi siz olishingiz mumkin. Mana buni ham 4 talik emas endi, 5 talik. 3 4 5 ta. Buni olib bir o'zingiz olib sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bu usulimiz har doim to'g'ri chiqyapti. Unaqa qilmaydi. Nima deydi? Sharmanda qilmaydi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi darslarda ko'rishguncha.